Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Mana bugun biz siz bilan bir suhbatlashishni xohladik. Bilingki, ey do'stim, musulmon inson dunyo oxiratda martaba topishligi, maqomga erishishligi, hayotini go'zal saodatda qilishligi uchun u insonga faqat va faqat bir narsaga muhtojlik bordir. U ham bo'lsa xuluq odobdir. Alloh taolo insoniyatni yaratishdan maqsadi bandalar Robbisiga itoatda bo'lishligi. Allohga itoat bu ayni Allohga nisbatan bo'lgan xulqning bir ko'rinishidir. Ammo jamiyatda insonlarning o'zaro bir-birlariga bo'ladigan hurmatlari, ehtiromlari, itoatlari, ergashishliklari buning barchasi xulq, tarbiya, go'zal odobdan iboratdir. Odobning, xulqning, tarbiyaning azizlar har bir maskanda, mezonda, bir joyga qarab turib holatlari bo'ladi. Masalan, ota-onaga nisbatan xuluq va odob, ahli oilaga nisbatan xuluq va odob, do'sti yor, oshno, birodar, yaqinga nisbatan bo'ladigan xulq va odob, qo'ni-qo'shni o'rtasida bo'ladigan xuluq va odob, yana shunga o'xshagan hamkasblar bilan, dugonayu do'sti yor, birodar bilan qilinadigan muomalalardagi mezon va me'yor barchasi xuluq va odobdir aziz. Xulq va odob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning biz ummati Muhammadga vasiyat qilgan eng oliy va eng asosiy mas'uliyatlarimizdandir azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarga qarata shunday marhamat qildilar. Ota farzandiga qoldiradigan dunyo yaxshiliklarining eng afzali bu xulqdir deya marhamat qiladilar. Demak, xulq va odob otaning zimmasida ekanligi, farzandini go'zal xulq tarbiya sohibi bo'lishida asosan ota mas'uliyatda, ona javobgar ekanligini payg'ambar alayhissalom marhamat qilib o'tdilar. Bugun biz farzandlarimizga, yoshlarimizga, kelajak izdoshlarimizga ilk o'rinda ta'lim hamda u bilan bir o'rinda tarbiyani qo'shib berishligimiz, tarbiyaiki jamoat va jamiyatga manzur bo'ladigan, insoniyatning foydasiga xizmat qiladigan, ko'zlarni quvontirib, qalblarni yashnatadigan go'zal xulqni, go'zal tarbiyani berishligimiz asosiy mas'uliyatlarimizdandir. Zero bobo kalonimiz Abdulla Avloniy o'zlarining Turkiy Guliston yoxud axloq deya nomlangan kitoblarida shunday bir misralarni keltiradilar. Har kishining dunyoda oromi joni tarbiyat. Balki oxirida erur dorul amoni tarbiyat. Tarbiyat hamroh etadur hur ila ruzvonlara, gar desam bo'lmas xato, jannat makoni tarbiyat. Ey otalar, jonlaringizdan suchuk farzandingiz, g'ayrat aylang o'tmasun vaqt zamoni tarbiyat. Moya-i zilli xumodur tarbiyatning soyasi, bizda anqo tuxmidek yo'q oshyoni tarbiyat. Dar haqiqat otalar farzandlarini go'zal tarbiya, xulq va odob bilan ziynatlanishliklariga jiddu jahd qilishliklari, harakat qilishliklari ularning zimmalaridagi mas'uliyatlardandir. Zero bugungi kunning yosh avlodlari, bo'lajak otalar, bo'lajak onalar, bo'lajak oilaning peshvolari zimmalarida albatta xulq va odobni o'rganishlari, xulq va odob ta'lim va tarbiyadan xabardor bo'lishliklari va unga hayotlarini chambarchas bog'lagan holatda hayotlarini qurishliklari asosiy mas'uliyatlaridan, asosiy negizlardandir. Qarangki azizlar, xulqni o'rganishlikda eng asosiy kerak bo'ladigan narsa nima desangiz, xulqi go'zal insonlarga ko'proq yaqin yurishlik ekan. Farzandingizni oddiy bir xulqi
buzuqroq bo'lgan, axloqi go'zal bo'lmagan insonlar bilan hamshin hamsuhbat qilib qo'yadigan bo'lsangiz, albatta farzandingizning ham xulqi o'zgarib qoladi. Axir aytadilar-ku, agar do'stingni kimligini aytsang, man sani kimligingni aytaman. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, inson do'stining dinida bo'ladi deganlar. Bu dindan murod nima? Ikki musulmon do'st bo'lishi mumkin-ku. Bu dindan murod inson, dinidan murod bu xulqi deya Payg'ambar alayhissalom nazarga olganlar. Ya'ni inson do'stining xulqiga qarab xulqlanadi deya marhamat qilyaptilar. Albatta din bu xulq va axloqdir azizlar. Dini islom bizlarga go'zal xulq va odobni o'rgatadi. Xulq shunday bir virusga o'xshagan narsaki, agar unga yaqin yursangiz, u virus yuqtirgan inson go'zal xulq sohibi bo'lsa, albatta sizda ham, sizni farzandingizda ham go'zal xulq bo'ladi. Agar u insonning xulqi noqis bo'ladigan bo'lsa, axloqi xunuk bo'ladigan bo'lsa, sizda yoki sizning farzandingizda ham, yaqinlaringizda ham xunuk xulq, axloq paydo bo'lib boshlaydi. Shu uchun darhol bu narsalarga e'tiborli bo'lishligimiz, farzandu kelajaklarimizni, arjumandlarimizni, kelajak izdoshlarimizning ularni go'zal xulq sohiblari bo'lishlariga harakat qilmog'imiz lozimdir ekan. Zero payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar, qiyomat kunida jannatning eng oliy maqomlariga faqat va faqat go'zal xulq sohiblarigagina nasib qilur, go'zal xulq sohiblarigina u maqomotlarga erishurlar deya aytadilar. Alloh taolo hammalarimizni go'zal xulq sohiblaridan bo'lishimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.